Assalomu alaykum. YouTube platformasidagi aziz aka-ukalar, opa-singillar, onaxonlar. Mana bugun yana Andijon bozorida, Andijonning Jahon bozorida stol-ustul qatoridamiz. Mana bu yerda bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli stol-ustullar. Ularni ko'rib ko'zingiz quvonadi. Mana shu stol-stullarning hozir narx-navolarni so'raymiz. Aka, bu ishlar hammasi yong'oq-a? Yong'oq. Necha pul deyapsiz mana shuni? Buni 7 million aytyapmiz. Mana. 6 million so'mga dastlabki qilib beramiz. Andijon shahar bo'ylab. Qanchaga? 6 million so'm? 6 million so'm. Andijon shahar ichida dastlabkasi ichida 6 million. Ha, vohalarga ham dastlabki bor. Dastlabki bor, kelishilgan. Kelishilgan holatda dastlabkilar bor. Bunisi necha pul? Bunisi vobshe go'zal ishlagan. Mana tushirib qo'ysak bo'laveradimi pastga? Bu to'shakchalari ham bor ekan. Bunisi necha pul bu? Buni 19 million so'mga dastlabkasi bilan. 19 millionga dastlabkasi bilan. Bu nechtalik bu? Bu 12 kishilik. 12 kishilik. Chinoryoqochda bo'lgan. Ha, stullar chinoryoqoch. Ha. Ularni ham katta qilib ishlangan. Mana ayoqlari ham smolanoshka. Ko'pchilik oyog'i nimani ko'raylik deydi. Xon bo'ladimi haligi? Ha, xon bo'ladigani bular. Bular necha pulda? Ularning nima oyog'ida guli bor 3D'lari 6,5 million so'mdan chiqadi. Ha, bu 6,5 milliondan chiqadi. Ha. Bunisi oddiysi. 6 million so'mdan chiqadi. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 99lik. 99 27 027 027 ha. 0041. 0041. Mana shu Jahon bozorida stol-ustul qatorida. Ismingiz nima? Sherzodbekka murojaat qilaverasizlar. O'zimiz ham nomerlarimizni tushirib qo'yamiz. 99lik 537 38 11. Bemalol mana shu qatorda Sherzodbekka kelib murojaat qilaverasizlar. Sherzodbek, mana Sherzodbek anavlardan ham zakazlar qilsa bo'ladi. Hammasidan zakaz ishlayveramiz. Ha. Mana ham sizdanmi? Yo'q, bu sheringlardan. Ha. Mana ham yangi poson shekilli mana bu. High-tech. $1200 bilan chiqaveradi. $1200 bilan. Zakaz ichida. Mana shu Sherzodbek ukamizni ishlari yoqqan bo'lsa bitta like, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli aka-uka, opa-singillar, onaxonlar, mana bu yangi kelin kuyovlarga, yangi kelinchiqlarga kelin olayotgan, qiz chiqarayotganlar bemalol kelaverasizlar. Sherzodbek degan ukamiz mana shu yerda Jahon bozorini stol-ustul qatorida. Mana shunday mehnat uchun albatta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.